Hurmatli obunachilar, molni go'zal ekan jonivor. Bolasi bu qancha ekan? Necha pulga chiqdi aka bu? To'g'ri bo'pti-da, hali 29 ko'rdim. 30 million savdo bo'lyapti ekan do'stlar. 10 litr suti bor ekan. Bo'ylari 1.25, 1.30 dan beradi. Bu nechta tuqqan bu? Nechta tuqqan? 3-qoringa do'stlar. Mana Shves to'qol variantida. Barchaga paroda bor. Omon mol chiroyli, go'zal mol. Sizlar nechta bilasizlar? 35. 35 million, o'sha oz qolib bitishga. Hurmatli obunachilar, molni go'zal ekan jonivor. Sifat ham zo'r ekan. Hosil ham zo'r ekan. Dumini qarang, yerga tegib turishini. Dumuzun mol eskilar ko'p aytadi, yaxshi sutli mol bo'ladi deydi. Qarang, dumini yerga tegib turishini jonivor. Nech pulli aka puli? 31 million so'm. Bolasi qani buni? Bolasi xonadincha turbada ekan do'stlar. Gapi yaxshi mol. Xo'p, hurmatli obunachilar, yaxshi sutli sigir ishqibozlariga nomerlarni qo'yib o'tamiz. Barchasini qiziqqan ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Kelishib olaverasizlar. Ko'p joyda nomer qo'yaman, telefon qilyapsizlar ekan, kelishib yaxshi pishiq puxta savdo qilaverasizlar. Suti nechta edi buni aka? 15 litr, 10 litrga javob berilar ekan. Nechinchi qorin? 3-qoringa hurmatli obunachilar. Mol chiroyli ekan. Savdo qilishyapti. Yaxshi. Ishqibozga nomer beramizmi? Ayting. 94 737 1020. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Hurmatli obunachilar, 2025-yil 17-aprel hafta kuniga payshanba Andijon viloyati Asaka O'zbekiston bozorida do'stlar, sigir bozoridan yana boshladi video rolikni. Xudoga shukr do'stlar, kattagon rahmat hammalaringga. Kecha yozuvonni qo'ydik. Like'larni bosyapsizlar, ko'ngilda edi. Kecha G'aziyevon bozorida 4500 ta odam ko'ribdi. Salkam 600 ta yaqin odam mehnatimizni qadrlab 600 ta yaqin odam, 4,5 ming ta odamni 600 ta yaqin odam uka mehnating uchun deyapti. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin do'stlar. Sizlar uchun yana video rolikni boshladik. Hafta kuniga payshanba do'stlar, Asaka O'zbekiston chorva bozorida. Xudo xolasa videodan uzoqlashmang do'stlar. Sigir bozori, bo'g'oz bozori, xonazin, yosh xonazinlar, novvosalar sotilgan, olingan barakalarni sizlar uchun ideal qilib video qilib beraman. Sizlardan so'rab qoladigan narsam bir dona like bosib, padeshga olaverasizlar. Kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar. Video rolikni boshladik. Bu talg'irda egasi aka. Sizlardan emasmi? Jonivor mol mindiroq ekan, omad suti hosili zo'r ekan do'stlar. Hosili sutli mol ekan jon. Bo'g'ozimiz sotildi hurmatli obunachilar, 20 Azaga buni nechta pulga bitishdi? 22 million 700 ming qilishyapti unda. Do'stlar, 7 oylik bo'g'oz ekan. Yirik olaman. Xo'p, do'stlar, bir boshlaymiz. Sigir bozoridan chiroyli qilib video boshlaymiz. Molni chiroyli, hurmatli obunachilar. Omad jonivor oyog'i ishlamibdi-da. Bolasi. Tog'a bolasi nima buni? Bolasi O'lajon. Bola onasi nechinchisi? Ikkinchisi. Qirg'iziston Shves ekan do'stlar, ikkinchi qorin. Suti nechta tog'a? 10 tadan oshib 10 taga oladi. 10 litrdan oshiq 10 taga beriladi do'stlar. Yana yangi bo'z ekan, bu qancha ekan? Bo'ylari 1.25 atrofida. Puli nechi pul? 30 million deyapti. 30 million xayri bor ekan. Savdosi 26 millionga berilmagan. Yosh, yaxshi sigir olaman deganlar. Nomer qo'yamiz oxirida do'stlar, qachondir ko'rsangiz ham telefon qilaverasiz. Sigir uzilmaydi. Xo'p, hurmatli obunachilar, ishqibozlarga nomer qoldiramiz. Qiziqsanglar aloqaga chiqaverasizlar. Sigir serob, postoyanli shu ish bilan shug'ullanishadi. Nomer ayting, hoji bobo. 91lik 610 91 86. Ishqiboz bo'lsanglar aloqaga chiqaverasizlar. Maqsadga nechta bo'ldi? 18 6. Assalomu alaykum. Bolasi xonasini cheka 18 million 600 ming olibdi. Bo'ylari 1.25 ta o'tdi. Suti nechta ekan buni? 6 litr deydi aka. Yaxshi. Omma birinchi qorin shakliga aka. Chiroyli mana. Shvedcha ekan. Barakasi bersin. Xo'p, davom etamiz do'stlar.
Qaysi mol? Nima aka? Nech pul? Sizga xatim so'rayapman. 17 million 300 ming savdo bo'lyapti. Bu Masha mol 17 million 300 ming bo'lyapti do'stlar. Molni qarang. Qoyili shunaqa qilib ham boqadimi? Yaxshi. Bolasi buqacha ekan. Bolasi uchun bo'lyapti. Bo'pti bering aka. Do'stlar, mana bu mol 23 million. Nech pul aka? Endi yettamandan beri urdi harakat. 22 million 800 ming savdo bo'lyapti. Bolasi xona. Bizdan ko'ra 5-10 ta ko'yni oshayotgan. Ikki o'yinlarga. Mana do'stlar. 200 ming ham 23 million. Bo'pti, gapni oling. Bo'ldi. Boz qolmayapsizmi? Molga bargaysizmi? Al. Oma yo'ma qattiq savdo bo'ldi-da, yettamandan beri. Oma mol kuchli mol ekan, yaxshi chiroyli. 100 mingni men beraman. Ana, bu balaga shu oldi. Kalanga urib, 100 ming. 100 ming savdo qildi, 100 ming foyda berishga. gapni men senga yurmasang yurmadim. Aslida oldim. Buni bolasi o'xshagan. Savdo bo'la qasam. Ekkam 17 ber deyapti. 17 ber deganimi? Ha, u ekkam 17 bo'lyapti. Bola nima bunda? Bola ayol. Bola ayol. Ayol. Enasi nima? Ena qiz. Juvon. Yaxshi. Bolasi qo'shma. Bolasi qo'shilgan ekan, enasi 2 oylik. Qo'shilmagan g'altashyapti. Prosta nayre bilan qo'shilgan yo'q. Yaxshi, tushunamanda odam do'st. Ha, Bu yerda bilan savdo bo'lyapti do'stlar. Nima berayapti? Bolasi buqacha ekan do'stlar. Bu suti nechta enasini aka? 8-10 litrgacha beradi. Savdo qilyapsizmi? Nech pul? 15 million savdo bo'lyapti do'stlar. Bolasi buqacha nechta tuqqan bu? Ha, xunajimi bu? Men novoz debman. Kindigi juni borligi novoz debman. Xunajin aka. Nechta tuqqan? 5-chi. Ha, yaxshi. O'zi ham ancha bo'ldi. 5-chi bolasini eshitmaganim yo'q. 3-chisini eshitardim hozirgacha. Maladiz. Dehqonmisiz? Ashinchi. Dehqonchilik ekaningizda 5-chi bolasi bola xonaji 8 ta 10 tagacha sut bergan ekan. Hozirda savdosi bo'lyapti 15 million. Siz nechta qilyapsiz? Dedingiz, bozorga ko'chak. 23 million bu aytildi. Bozoringiz. Bozoringiz bersin. Bolasi novosmi? Bola bu qo'ygan. Chiroyli bola ekan. Nechinchisi? 3-chi bolasi novoschi. Suti nechta aka? 15 litr sutga bolasi, 3-chisi bola novoz. Bu ham sotilibdi, bo'g'oz edi. Nech pul qilishyapti bozor? 28 millionga sotilmayapti. Odamlar ham so'rayapti. Bo'g'oz nech pul bo'ldi? Sotilmadimi? Do'stlar, sotilmabdi hali. 18 million qilayotganiga ko'zim tushdi ama. Yaqin bo'g'oz do'stlar. To'qol. Yaxshi. Mana mol qattiq savdo bo'lyapti do'stlar. Nech pul chiqgan buni? 100 millionga bermayapti. 30 mi? Hali ham 30 million qilyapti. 30 mi? 30 mi? Bozorini bersin. Xo'p, davom etamiz. Bu kim, sizdanmi shu? 19 ga sotildi. Sotildi. Bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz 4 oylik. 4 oylik bo'g'oz, hurmatli obunachilar, 19 millionga sotilibdi. Qirg'izistonda o'tgan sigir ekan. Ammo sifatlari chiroyli ekan. Hurmatli obunachilar, bozorlarga ham yaxshi sigirlar chiqib qoladi-da. O'zingiz tavsiya qiling deganlarga men sigir tavsiya qilaman. Buni qarang.
begona odamniki bas. Qirg'izistondan o'tgan shvets ekan, bolasi qo'najin ekan. Yaxshi boqqan 15 ta. Bir qadam totib qo'ying. Bir qadam totib qo'ying. Yaxshi boqqan odam 15 tagacha olaveradi. Tutamlari oq yeli, oq tutam. Bo'ylari 1.25 plus atrofida, minus bo'lmasa kerak plus. Narxi 30 million kami bor ekan, 25 million so'mga sotilmayapti ekan. Bir oy orqada mana shu mollar 30 milliondan sotilyapti, do'stlar. 25 millionga qo'shilsa berib yuborasizmi aka? 25 millionga yursa sotiladi. O'zi yangi. Mana. Omma mol tutamlari shunaqa yumshoq ekan, qarang. Nechinchisi bu aka? Ikkinchi qoringa do'stlar. Ishqoz bo'lsanglar nomer aytaman, olinglar, tavsiya qilaman. Bir oy orqada bo'lsa 25 million desa yevorardi. Hozir hamma bilyapti, bozor sal qaytib qolgan. Yaxshi mol ekan, omma jonivor. Sifati ham zo'r. Ozodagi 7-chi zo'ra, mol yuvosha, sog'inga. Nomer aytingchi? 88 ni 999 0086. Olinglar do'stlar, tavsiya qilaman. Mol zo'r narsa ekan. Qarang. Aka bozoringiz bersin. Bu novos ekan buni bilasiz. Bu bozorda ketyapti. Bitishmadimi? Hali ham bitishmadi. 200 ming do'st. Ha? 200 ming. 200 ming? 17 200 kammi? Hali ham, ha? Bir kamga chiqdi, bir kamga. Ha bo'ldi, arra bo'ldi-yu. Yo'q, ha? Aka bu nechinchi bolasi? 3-chi bolasini olsa ekan. Qisir ekan emas. Necha pul bermadingiz? 27 million 500 ga. Nechta suti bor? 10 litr sutga. Bola buqa 27 million 500 mingga berdim men. 10 ta sut. Bu sotildimi? 17 millionlik sigir do'stlar. Yaxshi. Davom etamiz do'stlar. Necha pul boy aka? 16 million. 16-chi. 16 million savdo bor. Yaxshi bozorimiz. Hurmatli obunachilar, tozda dehqonchilik sigir oqtarganlarga, ro'zg'orga yarasha bo'lsin, yosh o'sin molim deganlarga, hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani Qo'shkechi mahallasidan O'zbegim to'yxonaning yonginasida, hurmatli obunachilar, dehqon akamizdan bir dona sigirimiz bor. Hop, bo'ylari 1.20-1.25 ta o'rtasida mol. Aka mol 7 ishchisi zo'rmi? Aka, yemog'i, ichmog'i hamma yo'g'i zo'r aka. Zo'r, ha? O'zim tug'dirib. 10 kilo bo'ldi bolasi aka. Sut sog'dingizmi aka? Ama chiroyli mol ekan. Sut sog'dingizmi? Ha, sut 3-4 litr sog'yapman. Qolgan bolasi yemayapti. 3-4 litr sog'ilib, bolasi yemayotgan holatda, hurmatli obunachilar. Dehqonni bilasizlar, boricha qo'yaveradi. Lekin mol o'ziga yarasha, ingichkanigina gazi uzun sigir ekan. Tishini eplab ochib beralasizmi aka? Shu 6 ta aka. Ha, bo'ldi gap. Ha? Ana bo'zaychan qarang. Bo'zaychan qarang. Katta ana. Ma. Qaytadi. Xo'p, 7 ishsida muammo yo'q, ha aka? Sog'inga yuvosh ana keldi. Voy joning sog' bo'lsin. 3 kilo. Usulinni motor ekanda aka. Gazni qarang bundaga. Joni omon bo'lar, Bembek. Xo'p, hurmatli obunachilar, dehqonchilik. Xudo xolasa pulini ham yengil qo'yib beradi. 4 tutam ishlaydi aka? Ishlaydi, 4 tutamda muammo yo'q. Ana do'stlar, sog'lomligida bir o'zingizlar ko'rib qo'yinglar. Aka, necha pul qo'yib beramiz xalqimizga? Aka, vodiy bo'ylab 18 millionga bosib beraman aka. Dastavkasi ham sizdan. Dastavkasi ham olib Gap yo'q. Kamini ham o'tib berasizmi? Akami ham bor aka. Bor, ha? Endi hamma yo'qda zeb ziynati bor-ku. Akami bor aka. Mana do'stlar. 4-5 litr qizim. Mama qiz ashitda borib turing-da. Usib qo'ymasingiz yomon ko'rib bolasini. 18 million xayri bor. Aka 17 million 500 qo'ysangiz tezda sotib qo'yasiz molingizni. Ha? Ha, boringizga shu. Yetkazib ham berasiz. Mana. Vodiy bo'ylab. Hurmatli obunachilar, 17 million 500 ming hammasi ham sodasini qilib olaverasizlar. 7 ishsizda ustida pishdan muammo yo'q. Ishqozlarning ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Kelib ko'rib olaman deganlarga ham bemalol ko'rib olaverasizlar. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Aka, bozoringiz bersin. Aka, telefon qilishaversin. Qaytarmaysiz-da. Maqsad sotish. Gap yo'q aka. Boringizga shukr.
Olib kiravering aka. Do'stlar, zo'r narx 17 million 500 ming bitta xunazinchani puli. Kecha men o'zim 200 ming kam 18 millionga sotdim xunazincha. Yaxshi bozorini bersin, yaxshi insonlarga nasib qilsin. Ko'rishguncha deb qolamiz. Bu Novos ekan buni bilasiz. Bu bozorda ketyapti. Bitishmadimi? Hali ham bitishmadimi? 200 ming do'st. Ha? 200 ming. 200 ming? 17 200 kammi? Hali ham, ha? Bir kamga chiqdi, bir kamga. Ha bo'ldi, arra bo'ldi-yu. Yo'q, ha? Aka bu nechinchi bolasi? 3-chi bolasi Novos ekan. Qisir ekan emas. Necha pul bermadingiz? 27 million 500. Nechta suti bor? 10 litr sutga. Bola buqa 27 million 500 mingga berdim men. 10 ta sut. Bu sotildimi? 17 millionlik sigir do'stlar. Yaxshi. Davom etamiz do'stlar. Necha pul boyagi? 16 million. 16-chi. 16 million savdo bor. Yaxshi bozorimiz. Bu nechta suti bor aka? 8 litr sut. Puli necha pul? 25 million. Savdo qilishdimi? Hali qilmadi savdo. 25 million xayri bor ekan. Yaxshi, bozorimiz. Beringlar aka. Bu molga 10 tadan bitta odam ish qilyapti-da. Bering. Nechi bo'ldi hoji aka? 20 dan ham o'tib ketdilar. Aka, yaxshi pul. 20 million 500 ming do'stlar. Bolasi xonajincha 10 tadan oshiq suti bor ekan. Ammo tishi o'tamaydi. Yurishdan sal kattaroq ekan tishi. 20 million 500 ming so'm. Aka o'tib oling. Mana chiroyli molu jonivordi. Yaxshilik uchun shu yoshga kirib kelganda. Tishi o'tamaydi. Bu nechinchi bolasi aka? Nechinchi bolasi? Bola nima? Onasi ikkinchi qorin. Puli bo'yi 1.30 ustida. Pulichi? 30 million kam bor. Savdo qilishdimi? 26 millionga sotilmayapti. Sutini nechta dedingiz? 15 ta sut 12 litrga beradi. Yaxshi. Do'stlar, hurmatli obunachilar, sigir bozori tugadi. Endi bo'g'ozlarga o'tamiz. Chiroyli bo'g'ozlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Nechinchi qoringa bu bo'g'oz? Birinchiga yaqini? Ha, 8 oylik. 1 oydan keyin tug'ar ekan. Jiyalanlari ko'rinib qoldi. Bo'lari 1.25 atrof. Puli necha pul? 25 million xayri bor. Savdo qilishda necha pul? 19 million. Yaxshi mol ekan, chiroyli, sifati ham zo'r. Unasi. Kuni qopti olsa, kuni qoladi. Ishqozga nomeringizni berib qo'yaylikmi? Qiziqqani ayting. 90lik. 762 762 0470 0470 ha? 0472 do'stlar. Yaxshi bola ekan, olinglar. Tavsiya qilamiz. Barakasi bo'lsin. Sho'si ham yetukmi ular? Ha, sho'si ham yaqin bor. Yer yaqin borlar ekan, 120 atrofi. Pullar necha puldan shep? 20 milliondan kami bor ekan. Hammasi 9 oylik yaqin ekan. Savdo qilishdimi aka? 15 million 500 mingga qizilini so'rashyapti. Estonda. Nechtadan tuqqan bular endi aka? Ha, qorong'ida.
Последнiymi? Og'irsin tug'adi ya. Nat ko'p tug'ani. 18.500.000 qilyapti do'stlar, oyga kirib. Assalomu alaykum. Xudo yaxshi, sog'likdan. 18.5. Yaxshi. Sifati ham yaxshi ekan. Chiroyli ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, ko'ngildagi video bo'lyaptimi? Like bosib turinglar. Endi onasini so'ragan obunachilarimiz bor-da, onasini bozoriga kiramiz. Onachilarni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Aka, bu jonivorni nechta pul qilishyapti? Buni hali nima o'zi 14 ga oldim, savdosi endi. Savdogar akalar 14 million yopdi, ammo yaxshi, chiroyli ekan, sifati zo'r. Osti-chi. Osti ham zo'r. Yaxshi mol ekan. Siz foyda qilsa sotasizda. Nomer bering. Sizga beravering. Sizga murojaat qilishamiz. Sizni qayerda topaman keyin? Omma mol kuchli mol ekan do'stlar. 91lik. 91lik. 489 489 70 50. 70 50. Shu nomerga qilaveradi, doim bo'ladi shunaqa mollar. Siz o'zingiz nomeringiz mi? Akamiki. Ha, do'stlar. Omma tavsiya qilaman, olinglar. Osti ham zo'r ekan, molni sifati ham zo'r ekan. Bozoringiz bersin. Bo'yi 1.30 chiqib chiqmaydi. 1.30 dan baland. Yo'q, 1.30 dan baland. Ostiga ishqiboz bo'ldim, qarang. Ustamini qarang. Zo'r ekan. Zo'r xonasini ekan. Bozoringiz bersin. Hop. Eston. Xonasi. Bu Eston nesbi qilishiya? Estonni. 12 million so'mga qilishyapti. Yaxshi, chiroyli. Chiroyli xonasini. Aka, bular qo'yiq suvi nesbi bilan sotmadingiz? Hurmatli obunachilar, 12 milliondan qo'yiq suyuqiga sotilmoqda. Olasizlar. Bu nima bo'ldi-ki bu? Mana oq sotilibdimi? Bilmasa kerak. Hop, maydaroqlariga kiryapti. Aka, o'rtada necha pul sotmadingiz? 14? 10 millionga o'tib bering deyapti. Do'stlar, o'rtada esa. Bo'l, yaxshi xonasini ekan. Hop, do'stlar. Bu necha pul bo'pti bu? Necha pul bo'pti bu? Chiroyli xonasini ekan. Bu necha pul bo'pti bu? Bilmasak ekan do'stlar, buqa bozoriga kiramiz. Mayda xonasilardan. Necha pul qilishyapti buni? 6 million. Onasi. Onasi do'stlar. Qora olam. 6 million qilishyapti. Oqtarganda chiqmaydi mana shunaqa onasilar, ha? Necha pul olyapti? 6 million qilyapti. 6 million. Üstemi. Oldingizmi buni? Necha pul deyapsiz? 68. Zo'r. 6 million 800 ming. Sifati ham zo'r ekan. Charchabdi-da o jonivor, ha? Hurmatli obunachilar, mashalloh, mana qarang. Jonivor, boyaga necha pul deyapsiz uni? Necha pul deyapsizlar? Qo'lingiz dard ko'rmasin, tog'a. Qancha boqdingiz buni? Ey, mashalloh, do'stlar, mana. Haqiqiy tuxumni qo'yib qo'yadi internetlarda. Ashnaqa bo'pti. Jonivor.
Bozor shamoli aka. Dummasa borib, qo'lingiz dard ko'rmasin. Do'stlar, mehnat uchun, akamning mehnati uchun 2 yil tayini tozalab, yem berib, shu darajaga olib kelibdi. Aka nechta pul qilishyapti? Berishyaptimi hozir? 30 million berishyapti ekan savdosi. Jonivori. Oldi yuritgich qozonlar bor-ku. Qarang. Mashallah. Yo'q. Aka zo'r pulga soting. Havas qildim, zo'r boqibsiz. Yaxshi, barakasi bersin. Aka bu arg'amchidagi oq tayini oldingizmi buni? Olish. Nech pul bo'pti ekan? Akalarimiz olishib bo'lmasa ekan. Hurmatli obunachilar, Novos masalasida kelsanglar ish bitmasdan qaytmaydi batda. Novos Serob. Nech pul bo'ldi xonajon? 10 million 700 ming so'mga baraka bo'ldi. Joning sog' bo'lgur. Bu qani qarang. Bu kimdan ekan? Semintan. 190. Voqani qarang jonivor. Aka kimdan bu? 15. Egasi bilmadim. Malades. Ha. Voy aka nech pul o'zi Semintan? 50 kam bor deyapmiz. 50 million xayri. 17 million qisir suti bor. 50 million xayri bor ekan. Savdo qilishdimi aka? 41 million 42 million savdo qilish. Tasavvur. Nech pul bo'pti voy aka? 13 million. Nech pul bo'ldi? O boshda 13 million bor. Sigir. Mayda bu qola, hurmatli onasin. Shepim nech pul beryapti? Quyoshga teskarida bu. Boshliq. Charchamayapsizmi? Nech pul qilyapti? Bunimi? 16 million qilyapti. Oma sifati vashi zo'r ekan. A'lo ekan sifat. Quyoshga teskarida do'stlar 19 million ekan. Yaxshi ekan jonivor. Shep nech pul bo'ldi bu? Voy aka. Bilmas ekan. Tog'a nech pul bo'ldi bu? Nech bilan qaytdi? Nech bilan qaytdi? 15. 15 millionga sotmay qaytyapti ekan do'stlar. Yaxshi. Nech pul oldi shu? 25 6 oylik. 25 million 6 oylik bo'g'oz ekan do'stlar. Suti bor ekan-a? Suti bor ekan do'stlar, suti bor variant. Do'stlar, bozorda ishlaydigan kun. Hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, bozor shamolini kuzatuvchilar, 10 ta suti bor ekan. Xudo xolasa sizlarga mana Asaka O'zbekiston chorva bozorida nihoyasiga yetkazdik. Shopir akalar. Nech pul deyapti uni ushlaganingiz? 30 ming beryapman. Buni-chi? Bu ham 30 ming beraman. Bu ham 30 ming ekan, bu ham 30 ming ekan. Yaxshi. Hammaga kattakon rahmat. Sizlarda ehtiyot qilinglar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Yaxshi tilaklarda qo'llab-quvvatlab, haqiqiy paddishkada turib, bitta Xorazmlik akamiz bor, Xorazmdan ketdi layk deb chiqargan videomga laykni bosib turadi. Alloh rozi bo'lsin, shunaqa paddishchilarimiz ko'paysin. Hammaga kattakon rahmat, o'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Alloh rozi bo'lsin. Layk bosgan odamning qo'li dard ko'rmasin.